Assalomu alaykum. Playlistimizning keyingi videosiga xush kelibsiz. Ushbu videoda biz imperative commandlar haqida gaplashamiz. Biz Kubernetes kontekstida resurslar yaratar ekanmiz. Bizda doim ikki xil yo'l turadi resurslar yaratish bo'yicha. Declarative approach va imperative approach. Ya'ni biz xohlasak resurslarimizni YAML faylga define qilib, mana shu narsani xohlayman, mana buncha pod istayman, mana bunaqa deployment bo'lsin, mana bunaqa servis bo'lsin deb yozib apply qilishimiz mumkin. Biz qanday create qilishni, nima qilishni aytmayapmiz. Mana shunaqa imagedan foydalanib, mana shunaqa narsa istayman deb aytyapmiz. O'zi xohlagancha, balkim allaqachon unaqa resurs mavjuddir, unaqa resurs. Balkim hali mavjud emasdir. Balkim replikalar soni boshqachadir. Uni o'zi scale up yoki scale down qilishni o'zi hal qiladi. Desired stateni biz shunchaki YAML faylni beramiz, xohlashimizni o'zi create qilib beradi. Imperative commandlar esa, ya'ni imperativ, ya'ni biz nima qilishni aytamiz. kubectl run deyishimiz mumkin, podlarni yaratishimiz, run qilishimiz mumkin, deployment yaratishimiz mumkin va yana boshqa resurslarni biz yaratishimiz mumkin imperative commandlar orqali. Lekin imperative commandlarni biz bir necha marta run qilsak muammoga duch kelishimiz mumkin. Chunki biz aynan nomini, hammasini o'zimiz nima qilishligini aytyapmiz. Deylik, masalan, birinchi misolda deploy pod named nginx pod using nginx alpine image. Biz birinchi marta buni run qilib ishlatsak, bu to'g'ri ishlaydi. Keyingi urinishlarda bu xato beradi. Nginx pod allaqachon mavjud degan xatoni beradi. Agar declarative approach ishlatganimizda xohlagancha 100 marta apply qilsak ham desired state bo'lsa unchanged bo'lib turaveradi. Qisqacha nazariya shunday iborat. Ana endi masalalarni yechishga o'tib ketamiz. Demak, run degan komandamiz bor bizda. Bu bizga pod run qilishga yordam beradi. How to spell it? Nginx pod image nginx alpine. Demak, namespace default qolaveradi. Kget pod deydigan bo'lsak, bizda run bo'lib turibdi. Deploy Redis pod using Redis alpine to make labels tiredb. You can use imperative commands either to create pod or to generate pod. Tushunarli. Biz imperative commandni o'zidan foydalanaveramiz. Redis labels tiredb. Oops. So edit pod, chunki bizda tired ketib qoldi. Redis qalamizda. Okay, Dracula tired labellarni o'zgartira olar ekanmizmi? db katta ehtimol. Okay, edit bo'ldi. Endi tekshiradigan bo'lsak, create service, name it Redis service, expose existing service pod cluster port on. Mana shu portni expose qilishimiz kerak. Demak, bizga bu uchun kexpose degan port, target port, demak, mana bu komandani ishlatib o'ramiz.
yoki biz servis podni expose qila olamiz, servisni expose qilamiz. Expose qilsak, servisni yana servis yaratib expose qiladimi? Okey, demak expose pod bizga mana shu kerak. Demak pod redis 6379. 6379. Name nima? Name redis service. Demak birinchiga kelinglar, dry run qilib client YAML qilib ko'radigan bo'lsak, bu nima yaratadi? Okay. Kerak emas. Demak target port mana shu port. Agar biz shunchaki port bersak, target portga ham xuddi shu portni o'zini ishlatadi. Qaysiki redisni porti bo'lsa kerak, katta ehtimol. Va agar type'ni bermasak, default cluster IP bo'ladi. Va bo'ldi, menimcha dry run ishimiz ham shart emas. Get svc qiladigan bo'lsak, demak bizda redis service bor. Yaxshi. Tekshirib ko'radigan bo'lsak, to'g'ri chiqadi. Create a deployment, name it web app using image. Okay, create deployment web app image. This is very easy. Replicas 3. Okay, nice. Okay, get deploy. Okay, yaxshi. Shu ham ishlayapti. Uchta replika ham. Create new port called custom nginx using run it on container port 8080. Is port created successfully? Oxirgi and run it on container port 8080 degan qismiga tushunmadim to'g'risi. Okay, run custom nginx image port degan joyi bormikan? Port that container exposes. Okay, get pod. Check qiladigan bo'lsak, okay, mayli. Demak, shuni so'ragan buni o'qilamiz. Assume taxmin qilamiz. Okay, create ns dev ns. It's created. Good. Create a new deployment, call it redis deploy in dev ns namespace with redis image. Should have 2 replicas. Okay, create deploy namespace dev ns. The nomini birinchi bersak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Redis deploy. The image redis replicas 2. Okay, get pod dev ns. Yaxshi, ikkovi ham ishlayapti. Create pod named httpd in default namespace. Okay, pod. Okay, run
httpd image apache alpine. Okay, mana yaratdik. Expose qilamiz. Is the same name. Demak, expose pod httpd port 80. Shuni o'zi yetarli bo'lishi kerak. Get svc qiladigan bo'lsak, demak httpd, demak 80 expose qiladi, nomi httpd qoladi. Default type cluster IP bo'ladi. Which command would you use to display list of available API resources? Buni ko'p ishlatdik. What's the short name for horizontal pod scalers? API resources horizontal pod after get, not get, it's grab qilamiz. Buni taxmin qilsam bo'ladi. Xato taxmin qilsam bo'ladi. Pass deb. Which of the following resources is not namespaced? Nodes albatta, chunki deployment namespace scope, pods ham, service ham. Nodes esa namespace by design bo'lishi mumkin emas, qanaqadir tasavvurga sig'maydi. Which command would you use to get description and details of the pod resource? Describe pod. Description and details of the pod resource. Resource ni o'zi. Uzr. Explain. Dokumentatsiyasi. O'zini describe qilish deb o'ylaman. Va birinchisini ham xato, ikkinchisini ham xato bosib oldim. When writing a YAML manifest for pod, you want to understand what fields are available under containers. When writing YAML manifest for pod, which command would you use to explore the structure of the containers field? Pod spec containers. You can drill down into nested fields using dot notation. Use kubectl explain to explore spec field of a pod. What is the type of containers field? Explain pod dot spec. Now let's get pipe qilamiz va containers mana list of container. Let's explore deployment resource replicas field. Deploy integer, it's integer. Go template keyin typinglarni ishlatadi. Dokumentatsiya. What does recursive flag do when used with kubectl explain? Shows all nested fields recursively in single output. To'g'ri. Okay, ikkinchisi xato. Faqat requiredlarni qilmaydi, ko'rsatmaydi. Explains all resources. Yo'q, faqat aytgan resursimizni qiladi. Ichidagi fieldlarni ko'rsatadi, hamma resurslarni emas. Repeats command until stopped. Yo'q. Bizga birinchisi to'g'ri. Use kubectl explain with recursive flag to explore the service spec ports structure. Okay, explain minus r ham ishlatiladimi? Yo'q, ishlatilmasgan. Cursive plus. Looking at the recursive output, which of these fields is not available under service? Okay, host network.
yo'q. Target port bor, app protocol bor, node port ham bor. Host network yo'q. Shu bilan imperativ komandlarga ajratilgan lab ham tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.